Bu territoriyada atrofda $400, $380 deyilayotgan joyda biz sizlarga $340 dan 6 xona pat kulch xonadon topib qo'ydik. Sizlar bilan obzorni bitta ko'rib chiqamiz. Xonadonimizga ham kirib oldik. Mana remontlar mana shunaqangi pat kulch holatda. Kirishimizga mana bu yerda bitta xo'l. Qarang, mana radiatorlarni qo'yib qo'yishgan. Kelib yashashingizga hamma sharoitlari bor. Lustralarni qarang, zo'rg'in qo'yib qo'yishgan. Bu tomonda mana kuxonlik. Oshxonamiz, oshxona kuxonlik mebellari bilan birga duh konturlarini ham o'rnatib qo'yishgan. Tayyor holatda. Xo'p, xonadonimiz 160 kvadrat jami. O'zida mansardi bilan. Mansardi ham 80 kvadrat. Jami shunda 160 kvadrat. Xo'p, bu tomoni mana sanuzeli. Sanuzeliga ham tayyor holatda kelib, shundoq hamma kiyim anjomingizni olib kelasiz-ku, shundoq yashab olasiz. Xo'p, mana bu tomonida bitta zal qilsiz, mana isitish sistemalarini qo'yib qo'yilgan, lustralar qarang, cho'tkisini qilib, mo'yish yabo'larigacha yopishtirib qo'yishgan. Xo'p, endi mana bu tomonda bitta bunisi endi mana o'zini balkoni bilan bitta xona. Balkonni ham bitta ko'rsatib qo'ying. Farg'onani shundoq sentri, shundoq ko'rinib turadi. Hamma yoqqa yaqin. Bog'cha, maktab, hamma yoqqa sharoitlari zo'r holatda. Endi mana bu yerdan ikkinchi qavatga ko'tarilish o'rnimiz o'zini mansard qismiga. O'zimiz mansard qismiga ham chiqib oldik. Jami shunda 6 ta xona bo'lyapti, 2 ta sanuzel. Xo'p, chiqishimizga mana bu yerda oila davrasida bu divanli zona qilib qo'ysiz, oila bilan choy ichib o'tiradigan bitta joy qilsiz ham bo'ladi. Xo'p, mana bu tomoni bitta detskiy. Remontini qarang aka, вообще havasiga qilib qo'yishgan, cho'tka qilib qo'yishgan, hamma sharoitlari bor. Kelib, dokumentlari ham joyda, kelib shundoq pulini sanaysiz, notariusda shuni nomingizga o'tadi-yu, yashashni boshlayverasiz. Bu tomonida mana yana bitta detskiy qilsiz, shunda qizlar xonasi bitta, bolalar xonasi alohida bo'ladi. Xo'p, chiqishimizga mana bu yerda bitta spalnida mana oynalarni qo'yib ketishgan. Pererodan tomosha qilib kechqurun. Endi bu tomonda o'zini sanuzeli bilan. Spalnimizni o'zini sanuzeli bilan. Xo'p, pastda egalarning raqamini qo'yib qo'yapmiz. Primoy o'zlariga telefon qilib, joy egalariga telefon qilib, savdolashib olishlari mumkin. Xo'p, manzilimiz Farg'ona shaharda, Davr saroyining yonida 5 qavatli binoda 5-qavati. O'zini mansardi bilan umumiy kvadrati 160 kvadrat, remontlar bilan tayyor patkulch holatda. Xo'p, do'stlar, bu yerda bilasizlar, gaz, suv, svet, kanalizatsiya hamma yo'g'i bor. Narxini oldingi safar qo'yganimizda 380-370 dan qo'ygan edik. Hozir narxini kelishtirib, sizlar uchun talashib, arzonlashtirib qo'ydim. 340 mingdan kvadratini so'rashyapti. Xo'p, keling, ko'ring, yoqsa, yana ham biz nomimizdan chiqsiz, yana ham arzon qilib narxini tushib berishadi. Pastda egalarning raqamini qo'yib qo'yapmiz. Yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin.